Assalomu alaykum. Tush ta'biri kanalimizga xush kelibsiz. Tushda zindon, qamoqxona ko'rsa, Ibn Sinaning aytishicha, kimki o'zini qamoqxonada ekanini va bu qamoqxonani aslo ko'rmagan bo'lsa, bemor bo'lishiga dalildir. Chunki notanish qamoqxona xafagarchilikni bildiradi. Agar tanish qamoqni ko'rsa, tanish odam tomonidan unga zarar yetishiga dalildir. Ehtiyot bo'ling. Kirmoniyning aytishicha, tush sohibi yaxshi odam bo'lsa va o'zini tanish qamoqxonada ko'rsa, ulug'lik va e'tibor topishiga dalildir. Agar yaxshi odam bo'lmasa, dunyo mashg'ulotlari jihatidan unga xafagarchilik yetishiga dalildir. Agar qamoqxona boshlig'i bilan qo'llari band holda ketayotganini ko'rsa, to'xtab qolgan ishlarining yurishib ketishiga dalildir. Hazrati Sodiqning aytishlaricha, tushda tanish qamoq boshlig'ini ko'rsa, xalos bo'lish va ishlarining oqibati yaxshi bo'lishiga dalildir. Agar qamoq boshlig'i notanish bo'lsa, xafagarchilik, g'am, qayg'uga o'tishiga dalildir. Ehtiyot bo'ling. Agar qamoqqa tushib qolganini va tezda qaytib chiqqanini ko'rsa, xalos topishiga dalildir. O'ylaymanki, ushbu tush ta'birlarni bilishga qiziqqan har qanday inson uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Kanalimizga obuna bo'ling va videomizga layk bosing.